Yo, WhatsApp bo'laverasizlar. Qarashlar, sizlar bilan bugun biza raz olasa. Bugungi videomizda ana shu qishlog'imizda video olamiz. Bugun men uchun juda ham zo'r kun do'stlar. Nimaga deysizlar? Hozir agar o'timni olay, nimaga deysizlar, obunachilar? Men bugun oyligimizni beradigan kun. O'zgalarni olamiz. Xo'p, bu yoqda nuta yo'q. O'smabdi do'st, ekib qo'yamiz joyiga. O'smabdi. Bu yoqqa qarab kelaychi. Xo'p, nuta o'sibdi bular emas. Xo'p, yo'q, do'stlar. Ekib qo'yaveramiz joyiga, hali o'smabdi. Xo'p, do'stlar, men hozir merni oldiga borib kelishim kerak. Merdan eshikdan qo'yamiz albatta. Merdan chunki oyligimni olishim kerak do'stlar. Yaxshi qildim. Xo'p, merdan do'stlar oyligimni olishim kerak. Shuning yo, what the fuck? Yo, mer kuchayibdi do'stlar. Taq. Kiraveraymi mer? Ha, kiraver. Aha, xo'p, mer kiraveraman. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Ha, salom Rezo. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Men oyligimni qachon berasiz? Hozir beradigan kuningiz ham kelib qoldi. Hozir berasizmi? Yo'q, hozir bera olmayman. Nimaga bera olmaysiz? Boshqa jiddilarnikini beribsiz-ku. Menga aytdi-ku. Ha, boshqa jiddilarnikini berdim. Senga pul yetmay qoldi. Keyingi oyda 2 barobar qilib beraman. Yo'q, menga hozir kerak, janob mer. Hozir topib berasiz. Mana bu almozlarni qayerdan oldingiz? Sen bu almozlarga tuz tekkizma. Meni bu ishlagan pullarimga olingan. Ya'ni o'zimni shaxsiy pullarimga. Xo'p, menga oyligimni berishingiz kerak-ku, janob mer. Men nima yeyman? Короче, nima yeyman-da? Bilmadim. Keyingi oy beraman deyapman-ku. Sabr qilib tur. Yo'q, menga shu oynikini topib bering. Keyingi oynikini keyin berasiz. Yo'q, hozir bera olmayman men. Nega bera olmaysiz? Asabiy ekansiz, boray. What the fuck? Sen almas qo'ygan. Shu what the fuck? Asab. Almas qo'ygan uyni. Bola. Uyni almas qilib olgan. Yana menga oyligini bermayman deydimi? Kamiga boshqa jiddilarnikini bergan-ku, mana. Jiddilarni bergan-ku do'stlar. Men shuncha ish qilyapman, mana agarotlarni tozalab, narko agarotlarni tozalab qarayapman. Menga oylikni bermasa ya do'stlar, men chota jahlim chiqyapti do'stlar. Nima qilsam bo'ladi? Когда работа диплом не нужен do'stlar. Jahlim chiqyapti do'stlar. What the fuck? Oylikni bermayman dedimi? Oylikni bermayman. Asab. Yo'q, bo'lmasam bo'lmaydi. Ana shu do'stlar, bugun merni uyiga o'g'irlikka tushamiz do'stlar. Makkilab qo'lyapman, uzr-asr do'stlar. Va men nechta kanalga video chiqarishim kerak. Shuning uchun makkilab qo'lyapman, uzr-asr, bunga kechirib so'rayman. Xo'p, merni uyiga o'g'irlikka tushamiz sekin do'stlar. Ovozimiz eshitilmasin. Xo'p, sekin-asta boramiz. Xo'p, o'zimizni qishloqda yurayotgandek tutamiz. Postga jiddilar menimcha ko'rmayapti. Egilamizda saniq menimcha shu yerda bo'lishi kerak do'stlar.
Yo, what the fuck? Lan hammasini o'zimniki qilib olaman, do'stlar. Olib kel bu yerga, almaslarni. What the heck, do'stlar? Shuncha almos. Nima qo'yamiz? Sekresda. Xo'p, yes. Xo'p, men hech kim ko'rmadim, sizga chiqamiz. Yerdan yer to'g'ri. Xo'p. Menimcha mersizman do'stlar. Sekin yo. Bizda shuncha obraslar, bizda shuncha pul bor. What the fuck? Obraslar. Kuraslarmi? Shuncha yo'q, orasini esa olma, ol. Olish kerak. What the fuck? Yaxshi. Bizda shuncha pul bo'lsa, men rejamga yetdim. Mer oyligimni bermaslik shunaqa bo'ladimi? Ha. Xo'p, mayli do'stlar, keyingi videogacha ko'rishguncha bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimga obuna bo'linglar. Hammaga xayr.